falonchi senmisan? Ha, menman desangiz, misol uchun sizga уже 2, 3, 4 martalab telefon qilishga to'g'ri keladi. Hattoki sizni sudga berdim, palon qildim, piston qildim, u pulni to'lamadim. To'lamagandan keyin meni qarzim 70 ming rubllar to'xtadi. U holatdan 4 yil o'tgandan keyin baribir Zoltoy Korona o'zini pulini undirib oldi. O'zimni hisobimdan, ya'ni o'zimni misolimda aytib beraman. Menda Tinkoff bankim bor edi. Menga Tinkoff bank xodimlari telefon qilishyapti degan aytayapti. Video vizit orqali gaplashishimiz kerak dedi. Xo'p dedim, menga silka berdi Google Docs'ga. Agar sen pulni to'lamoqchi bo'lsang, xohlasang, nalichi holatda to'lagin. Biz senga variantini aytamiz, o'zimiz silka tashlab beramiz. Hech qachon bu narsaga ishonib qolmang. Hammaga salom, hammaga yaxshi kayfiyat. Do'stlar, bugun sizlarga Zoltoy Korona bilan agarda pulni to'lamaydigan bo'lsa, menda qanaqangi holat yuzaga keladi oxirgi maksimalniy ravishda degan savollarga javoblarni berib o'tishga harakat qilaman. Albatta esa sizlarga video juda ham foydali bo'ladi. Xudo xohlasa, agar Zoltoy Koronadan qarz olib, bugungi aytadigan o'zimni shu boshimdan o'tgan holatni kechirganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysanglar, menimcha juda ham xursand bo'lardim. Ya'ni qanaqangi ma'noda sizda qanaqangi holat yuzaga keldi va uni qanday bartaraf etdingiz degan savolni kommentariyaga o'zingiz javobingizni yozib qo'ying. Va bu sizdan keyingi videoni ko'rib, kommentariyani o'qiydigan, siz izohingizni o'qiydigan odamga ma'lum miqdorda foydasi tegadi degan umiddaman. Xo'p, qaranglar. Bugun men sizlarga o'zimda qanaqangi holat yuzaga keldi Zoltoy Koronani olganimga уже 4 yil bo'lganda mendan qanday qilib Zoltoy Korona pulini undirib oldi degan savollarga javob berib o'tishga harakat qilaman maksimalni. Sizlar esa bizni podдержка qilib, like bosib qo'yishni обязательно esdan chiqarmaysizlar. Zoltoy Koronadan qarz olganimda meni qanaqangi holat bo'ldi? Xo'p, qaranglar. Uni to'laganimdan keyin yana menga o'sha eski holatiga qaytib qoldi. Eski holatiga qaytgandan keyin menimcha juda ham ko'pchilikda o'sha tug'ilgan savol hamma singari menda ham tug'ildi. Nafik to'layman bu pulni, menga nima keragi bor degan savol menga xayolimga keldidagi. Men o'sha ishni keyin qildim. Tushunyapsizmi? O'sha ishni qildim. Ya'ni Zoltoy Koronani to'lamadim. Xo'p, to'lamaganimdan keyin menga o'sha telefonlar bo'lishni boshladi. Telefonimga qanaqangi telefonlar, misol uchun telefon qilib ugrajat qiladi yoki boshqa ma'noda pulni to'lab qo'y, senmisan shu falonchi senmisan? Ha, menman desangiz, misol uchun sizga уже 2, 3, 4 martalab telefon qilishga to'g'ri keladi. Hattoki sizni sudga berdim, palon qildim, piston qildim degan gaplarni yog'dirib tashlaydi. Endi sizlar o'sha paytda shuganiya bo'lib boshqa qilish mumkin, lekin bizda unaqangi bo'lmagan. Ya'ni lichna meni o'zimda unaqangi bo'lmadi. Va men u pulni to'lamadim. Qisqa qilib aytganda, u pulni to'lamadim. To'lamagandan keyin meni qarzim 70 ming rubllar to'xtadi. Oxiri borib 70 ming rubllar to'xtadi. 70 ming 720 rublmi, mana shunaqa. 70 ming 720 rubllar meni qarzim to'xtadi. 70 ming 720 rubllar meni qarzim to'xtagandan keyin men umuman pulni to'lamadim. U holatdan 4 yil o'tgandan keyin baribir Zoltoy Korona o'zini pulini undirib oldi. Undirib olish holati mana bunaqangi tarzda yuz berdi. Qaranglar, bu Zoltoy Korona sizga aytishi mumkin, misol uchun seni chiqishingga zapret qo'yilgan, palon qilingan, piston qilingan yoki sen samolyotga ucha olmasliging mumkin. Hammasi bo'lmagan gap. Tushunyapsizmi? Hammasi bo'lmagan gap. Siz bemalol borib kelishingiz mumkin. Siz nomingizga hech qanaqangi shtraf qo'ymaydi, lekin полибомni pulini undirib oladi. U undirib olishi mana shunaqangi holatda yuz berdi. Qaranglar. Betda Zoltoy Koronani o'shanaqangi undiradigan xodimlari Rossiyaning sentralniy bankiga borar ekan. Sentralniy bankiga borib, sizni daningiz orqali ularga shunaqangi talab qo'yar ekanki, mana shu odamning nomida qaysi bank bo'lsa, hamma bankidan pulni o'sha minusga tiqib turib olib berasan degan gapni qo'yar ekan. Misol uchun sentralniy bankka borsa, sizning nomingizda deylik, Tinkoff bankingiz bor. O'zimni hisobimdan, ya'ni o'zimni misolimda aytib beraman. Menda Tinkoff bankim bor edi. Menga Tinkoff bank xodimlari telefon qilishyapti degan aytayapti. Xo'p, siz bizga o'zingizni nimalaringizni, hujjatlaringizni taqdim qiling. Ya'ni biz siz bilan yana birgalikda ishlashimiz uchun shu yilda o'zida ham hujjatlaringizni taqdim qiling degan xabarni sizga chat orqali yuboradi yoki bo'lmasam primoy sizga o'sha kompaniya xodimlari telefon qiladi. Men yubordim. Yuborganimdan keyin menda nima bo'ldi? Menga telefon qilyapti turgan bank xodimi aytdiki, biz sizni o'sha hujjatlaringizni tasdiqlashimiz uchun siz bilan video vizit orqali gaplashishimiz kerak dedi. Xo'p dedim, nega menga silka berdi Google Docs'ga. Silka berdi, silkani bosib men o'sha Tinkoff xodimi bilan bir o'sha 10 sekund, 15 sekund gaplashib turdim. Bu aslida u bank uchun kerakli bo'lgan ma'lumot emas. Tushunyapsizmi? Bu aslida bank uchun kerak bo'lgan ma'lumot emas ekan.
U narsa nima uchun kerak bo'lgan? Zaltoy Koronani xodimlari Tinkoff bankka meni hujjatlarimni taqdim qilgan, meni hujjatlarimni taqdim qilgandan keyin tasdiqlagan. Ha, mana shu ism familiya turibdi, lekin rasmi yoki boshqasi yo'q. Endi menga o'shani tasdiqlashlari uchun o'sha video orqali gaplashuv kerak bo'ldi va pasportimdagi meni rasmim bilan video orqali meni solishtirib, o'sha zahot o'zidayoq mening kartamga 70.720 rubl minusga tiqib qo'ydi. Tushunyapsizmi? 70.720 rubl minusga tiqib qo'ydi. O'sha paytda meni kartamda уже 25.000 rubl atrofida pulim bor edi. 25.000 rubl pulim atrofida pulim bor edi. 25.000 rublni уже avtomatik minus qildi. Tushunyapsizmi? 25.000 rubl minus qilib, ana endi yana Zaltoy Korona xodimlari уже telefon qilishni boshladi. Ha, sen ism familiyam deb palonchi, sen mana pullarni to'lab qo'yishing kerak. To'lashing majbursan. Tezroq to'lagin. To'lamasang bo'lmaydi. Qaysi kun to'laysan? Mana kungacha to'lashing kerak. Palon piston degan gapni o'zi gapirib degan gapdan keyin yana bitta gap turib ketdi orasida. Qarang, agarda sen pul to'lamoqchi bo'lsang, xohlasang, qarang, gapni qarang. Menga telefon qilyapti. U har xil nomerdan telefon qiladi. Bilasiz, korporativniy bo'lmaydi. Zaltoy Koronani korporativniy nomeri yo'q. Agar sen pulni to'lamoqchi bo'lsang, xohlasang, nalichi holatda to'lagin. Biz senga variantini aytamiz. O'zimiz silka tashlab beramiz. Hech qachon bu narsaga ishonib qolmang. Silka tashlab beramiz, shu orqali to'lagin, boshqa qilgin desa yoki kimdir siz Zaltoy Koronangizni yopib beraman desa, unaqangi holatda ishonib qolmang. Shunchaki, endi men sizga qanaqangi holatda aytyapman? Eng oxirgi darajasi mana shu darajaga keldi. Ya'ni meni bankimga minus qo'ydi va bankingizga shunchaki pulni пополнить qilish orqali o'sha shotingizdan o'chirib borsangiz bo'ladi. Albatta, u summa keyin protsent tug'maydi, chunki o'sha Rossiyaning o'zining qonuniga ko'ra, agar siz pulni paloncha muddatda to'lolmaydigan bo'lsangiz, foiz tug'masdan o'zi o'sha maksimalniy summasida to'xtagan bo'ladi. Bu degani o'sha 200 necha foizga menga to'g'ri kelgan 70.720 ni hisoblab ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, keyin undan keyin siz unaqangi silkalardan to'lamaysiz, shunchaki kartangizni пополнить qilish orqali bemalol summasini o'chirsangiz bo'ladi va sizga qanaqangidir misol vazirot summalaringiz tushishi mumkin yoki boshqa holatlar. Shu holatda baribir polibomni undirib oladi pulini. Agarda siz uni to'lamasdan boshqa karta ochsangiz nima bo'ladi? Boshqa karta ochsangiz ham xuddi boshqa kartangizda ham xuddi shu holat qaytariladi. Deylik, siz Sberbank ochsangiz, Sberbank bundan-da battarroq, davlatga yaqinroq bo'lgani uchun o'sha sizdan undirish holati juda ham tez bo'ladi. Ya'ni Tinkoff bankka nisbatan. Xo'p, menimcha o'zlaringizga xulosani chiqardinglar degan umiddaman. Xulosa nima degan savolni beradigan bo'lsangiz, xulosa, agarda siz zarur holatda pul kerak bo'lmasa va siz umuman Zaltoy Koronani qarz olishga ishqiboz bo'lmang. Ya'ni nimaga bu savolni bu javobni aytyapti degan bo'lsangiz, nimaga bu xulosani beryapti degan bo'lsangiz, birinchi bo'lib 365% o'sha boshida aytayotganimda, siz 1000 rubl olsangiz 3650 rubl to'lashingiz kerak. Agar to'lamasangiz sizga juda ham ko'p telefonlar bilan o'sha ugrajat qiladi, mana shunaqangi ko'cha tomonlama pulni undirishga harakat qiladi. Juda ham bir qandaydir mana shu bir tushunarsiz bank. Uni menimcha juda ham ko'pchilik biladi. Hozir Rossiyada, Moskvada ko'ryapti turganlar bo'lsa, menimcha juda ham yaxshi tushunib turibdi nima haqida gapirib turganimni. Va undan tashqari aka singillarim, agarda sizga zarur holatda kerak bo'lmasa, ya'ni mana bunaqangi siz telefon, mana shunaqangi o'zingizga keraksiz matohlar uchun Zaltoy Korondan pul olib o'zingizda xato holatga tiqmang, menga o'xshab. Aytishingiz mumkin, ha, bu pulni to'lab qo'yaman, boshqa qilaman. Lekin mabitizda nima bo'ladi? Tushunyapsizmi? Mana misol uchun aeroportdan uchib ketish holatingizda ham sizga juda ham ko'plab gap kelishi mumkin. Misol uchun seni aeroportdan chiqarmasligi mumkin, akt bilan qaytarib yuborishligi mumkin yoki O'zbekistondan kelsang deport qilib qo'yish, zapret qilib qo'yish. Shunaqangi holatlarga tushmaysiz. Shunchaki Zaltoy Korondan qarz olmang, imkoni bo'lsa boshqa yo'lini qiling. Agar zarur bo'lib qolsa, olgan qarzingizda ham o'sha muddati bor, 7 kun, 15 kun. 7 kun, 15 kunning ichida aniq ko'zingiz yetyaptimi? 100%, siz o'shani 200% holatiga yetkazing deyin. Keyin o'sha qarzni olsangiz bo'ladi. O'zi umuman olmaslik kerak. Xudo xolasa bugunga shular edi. Menimcha sizlarga bugungi kunda kuzatilgan vaziyatni e'tibor etishga harakat qildim. Savollarga javob oldinglar. Yo'q, misol uchun sizga hech qanaqangi deport zapret qo'ymaydi. Bemalol borib kelsangiz bo'ladi. Menimcha shu paytgacha men ham hali ko'rmadim. Aynan Zaltoy Koronani mana shuncha 5 yildan beri bilet bilan shug'ullanadigan bo'lsak, shu paytgacha aynan Zaltoy Koronani qaytgan odam eshitganimiz yo'q. Tushunyapsizmi? U Zaltoy Korondan qaytdim deb o'ylagan odam, Zaltoy Korondan qaytyapman degan odam qanaqadir boshqa o'zini chapasi bilan qaytyapti turgani bo'ladi.
qilyapti. Aynan Zoltokarni emas, lekin O'zbekistonga telefon qilish holatini ham menimcha aytib o'tdim. Beeline. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shunaqangi qiziq ma'lumotlarni ham chiqarib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Sizlarni har doimgidek Diyorbek bo'ldi. Vodiy motor aviakassasida va Arzon aviakassa YouTube kanalida. Like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizda ham shunaqangi holat kuzatilganmi? Kommentariyaga yozib berish esingizdan chiqmasin.